Assalomu alaykum akalar. Bugun bize Bobur ofisimizda bugungi videoda bize mashinali men zo'r bitta Minecraft tortganman akalar. Qanaqa desanglar hozir bitta uxlab turishimiz kerak. Xo'p, akalar o'zingizlarda qanday? Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Yotoqqa bosib qo'yamiz. Endi ko'chaga chiqsak, ko'ryapsizlar akalar, mening mototsiklarim bor. Qanday qildinglar desanglar, bu hech qanday mod yoki anov emas. Bu oddiy. Bular oddiy. Bularni qanday qilib olding desanglar, sizlarga ko'rsatib o'taman. Qochib turay. Bularning joni bor ekan. Mototsiklda ham joni bor desanglar, ha, mototsiklda ham joni bor. Cho'chqami? Kuchukmi? Sigir ekan. O'zimda yo'limda ketsam-ki, akalar, bunaqa modni sizlar qayerdan topding desanglar, bunaqa mod hech qayerda yo'q. Bu mod emas, oddiy o'yin. Qanaqa oddiy desanglar, akalar, sizlarga buni nomini birinchidan aytib o'tsam, bu Craft Pro yoki Lucky Craft Pro desanglar chiqadi. O'shani tortib olsanglar, bo'ldi, unga hech qanaqa mod kerak emas. Chunki bular modsiz ishlaydi. Bunga hech qanday mod kerak emas. O'zida bor bo'ladi. Akalar, bunda bitta mototsikl emas. Mana bu ham bor. Yaha. Bu uchadi. Ko'ryapsizlarmi? Bu uchyapti. Ya'ni men osmondaman. Yerga qo'namiz hozir shunga desanglar. Akalar, bularda joni bor desam tushunasizlarmi? Endi qaranglar. Bu yerdagi mana ularni ko'ryapsizlarmi? Nechta qatorligini bilmadim. Lekin to'xtanglar, stop. Hamayli. Bularni nechta qavatligini bilmayman, ana shular buni joni bo'ladi. Bunda velosiped ham bor. Sizlarga ham xuddi shunday o'yin kerak bo'lsa, Craft Pro yoki Lucky Craft deb shuni tortasizlar. Craft Pro desanglar, xuddi shu chiqadi. Mening garajim juda ham zo'r. Ko'ryapsizlarmi? Bu garajda qurganim katiga 5 minut ketdi. Bu Minecraftga boshida tushunishinglar qiyin bo'ladi, lekin o'rganib ketasizlar. Bu Minecraftni tortganimdan beri men mazza qilaman, chunki bu Minecraftda yurgan yo'lim osonlashadi. Qani edi shu meni modli Minecraftimda ham bo'lganida men modli Minecraft tortishga harakat qildim, lekin u modli Minecraft bo'ldi. Modli bo'lgani bilan stop. Sinmasa nima chiqadi? Oddiy blok chiqadi. Mayli, orqaga qaytamiz. Akalar, bu kam video, men sizlarga shuni ham ulashmoqchi edim. Ayniqsa men bunda video olaman. Lekin buni sizlar menga uning uchun 100 ta like to'plasanglar, men shuni jonlida yasab, qanday yasalishigacha o'rgataman. Bularda keyin qurollisini ham tortib ko'ramiz. Faqat qurollisi uchun mayli sizlarga 100 ta obunachi bersanglar, sizlarga mana shunaqa avtomat, mashina va har xil Lamborghinilarni qanday yoqishni o'rgataman. Sizlar bilan bugun men Bobur Official bo'ldik. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling. Sizlarga bitta gap.
Bulutcha atmay sassiqcha. Atmay sassiqcha. Akalar bunga e'tibor bermaysizlar. Sizlar bilan bugun men Babrov bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Kanalga obuna va like bosinglar. Xayr.